Allohning eng yomon ko'rgan gunohi u zotga shirk keltirishdir. Xo'sh, ikkinchisi nima? وعقوق الوالدين Ota-onaga yomon munosabatda bo'lishlikdir. Ota-onaning huquqini buzishdir. Ota-onani g'azablantirishlikdir. Ota-ona biror narsani talab qilganda ularga uf, puf deyishlikdir. Ota-ona farzandlaridan yordam so'raganda farzandlarim va turmush o'rtog'im haqida qayg'uryapman deb ota-onaning eshigini taqqillatmaslikdir. Bayram kelganda, seyran geldiğinde ota-onani yo'qlamaslikdir. Ota-onang qariganida yoki kasal bo'lganlarida sen ularga uyingni ochib, ularga xizmat qilishingga muhtoj bo'lganlarida eshiklarni yopib, qariyalar uyiga olib borishingdir. Ota-ona bolam kelib hol-ahvolimni so'rasa, bir salom bersa, qanaqa ahvolda ekan deb qayg'ursa deyishganda, sen 1 yilda bir, 6 oyda bir, 3 oyda bir bitta qo'ng'iroq qilishni ota-onang uchun ortiqcha ko'rishingdir. Ular sendan biror narsa so'raganlarida yoki sen bilan gaplashganlarida yuzlariga qaramay gaplashishligingdir.